Gitler haqida yana bir parcha. Yana 20-asr titallaridan. Lekin eng qiziq savolli parcha. Gitlerning 12 yillik hukmronligi davrida va undan keyin tez-tez quyidagi savollar ko'tarilgan. Germaniya qanday qilib bunday yetakchini qabul qildi va bunchalik sadoqat bilan uzoq yillar davomida vayronkor va dahshatli maqsadlar sari ergashdi? Dunyoga Beethoven va Goeteni bergan qonun ustuvorligi ostida garchi to'liq demokratik bo'lmasa-da, an'anaviy tarzda boshqarilgan, ilm-fan sohasida dunyo ilg'orlaridan bo'lgan yuqori saviyadagi xalq nima sababdan asosan o'z niyatlarini yashirmagan, oddiy omma orasidan chiqqan bir demagogga ergashdi? Qanday qilib nemislar bu sadoqatni 1945-yildagi mudhish, qonli va halokatli yakungacha saqlab qoldi? Rossiya imperiyasida vujudga kelgan, xuddi shunday qonga botgan kommunistik tuzum bu darajadagi hayratni uyg'otmagan. Chunki Rossiya ko'p hollarda Yevropa qit'asining siyosiy, iqtisodiy, madaniy jihatdan orqada qolgan chekka hududi sifatida qaralgan. San'at sohasidan tashqari u Yevropa sivilizatsiyasining markazidan yiroq edi. Germaniya esa aksincha markazda joylashgan edi. Shunday bo'lsa-da, u ham vahshiy bir tuzumni yuzaga chiqardi. Bu dahshatli tarixiy voqeaning sabablari bir ma'noda aniq. Urush, mag'lubiyat, g'oyat kuchli inflyatsiya va iqtisodiy inqiroz Germaniya jamiyatini larzaga soldi. Nemis siyosatini radikallashtirdi va Gitler uchun siyosiy yo'l ochib berdi. U mamlakat rahbariga aylanib olishi bir qator tasodifiy voqealar va asosan demokratik bo'lmagan, o'z manfaatini o'ylaydigan, qisqa qarashli konservativ siyosatchilarning hisob-kitoblari yoki xatolari bilan bog'liq edi. Gitler kanslerlikka kelishidan oldin ham, undan keyin ham ko'plab nemislar uning qarashlariga va siyosatiga qo'shilgani sababli uni qo'llab-quvvatlagan. Hatto natsistlar dasturining barcha jihatlariga qo'shilmagan ko'plab nemislar ham Gitlerning dastlabki yutuqlaridan hayratda qolgan edilar. 1938-yil oxiriga kelib, u mamlakat iqtisodiyotini yaxshiladi. Germaniyaning Yevropadagi siyosiy va harbiy mavqeini qayta tikladi. 1919-yilda yo'qotilgan hududlarni qaytarib oldi va bularning barchasiga urushsiz erishdi. Albatta, Gitler uchun ishlar yaxshi kechayotgan davrda ham, keyinchalik yomonlashgan paytlarda ham natsistlar har qanday qarshilikni shafqatsiz zo'ravonlik orqali bostirdi. Bu faktlar to'g'ri, biroq ularning barchasi birgalikda ham nemislarning nega bu qadar uzoq vaqt davomida 3-reyxga sodiq qolganini, hatto bu tuzum ularning hayotiga o'lim, vayrongarchilik va halokat olib kelayotganini ko'rgan bo'lsalar ham tushuntirib bermaydi. Shu tariqa Adolf Gitler nomi bilan bog'liq tarixiy hodisa aynan nemislarning sadoqatiga tayanib yuzaga chiqqani sababli nafaqat dahshatli, balki qandaydir darajada sirli bo'lib qolmoqda.